Assalomu alaykum. Ribalkani balg'oni bo'yinlari tayyor. Bu boylash jarayoni. Bitta bo'yoq, bitta rezinka. Shunaqa rezinka. Baliq do'konlarda sotiladi. Bitta bo'yoq, bitta rezinka tiqib boylab chiqamiz. Boylaganimizdan keyin buni tayyor holati shuni mana shu rezinkasiga kurchokni tiqsalaring chiqib ketmaydi. Balonni oxirigacha ushlab turadi. Xullas shunaqa gap. Rezinkaga kurchokni tiqasizlar, kurchokni ilinib turaveradi. Men boylab chiqdim. Hali keskanim yo'q. Boylanganlari oddiy leskaga boylab chiqdim. Ingichka leskaga.